tegding. Bugun sen bilan hisob-kitob qilishni iloji bo'lmadi. Hozircha shoshilma. O'zingga ortiqcha baho berma. Amakim kelsa, ta'ziringni beradi seni. Men esa mazza qilib o'lishingni tomosha qilib turaman. Jankun, sen avvaliga qaynotamga qasddan qilgan ishingni javobini bermading. Endi yana menga ham tahdid qilyapsan. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Qarab turgin, hali amakim kelsa bormi? Birinchi bo'lib men seni teringni shildiraman. Ha, men ham jimgina bu yerda qarab turmasman. Yaqinlashma. Nima qilmoqchisan? Nima qilmoqchiman? Kel, amaking kelguniga qadar sen bilan yaxshilab hisob-kitob qilaylik. Yashang ota, kuchingizni ko'rsatib qo'ying. Meni urishga qanday jur'at etding? O'lasan hali. Yaramas. Sen bilan hisob-kitob qilaman. Xohlasang yana qo'ng'iroq qil. Ota, mushtlaringizni emas, kaftingizni ishlating. 5 barmoq izi qolsin. U kim bo'libdi bobomga tahdid qiladigan? Uni ta'zirini berib qo'ying. Yaxshi. Hoy, Chenyuan, qo'yib yubor. Nima qilyapsan? To'xta. Omading keldi, bilib qo'y. U otangizni haqorat qildi. Ha? Lekin seni bu qilgan ishing vaziyatni yanada yomonlashtirdi. Qo'rqmang, xonim. Men bor ekanman, vaziyat yomonlashmaydi. Rostdanmi? Kimni jur'ati yetarkin menga qarshi chiqishga qani ko'raylik-chi? Sishang, bu amaki. Jankun? Bu amaki, keldingizmi? Qani tur. Seni kim bu ahvolga soldi? U kaltakladi. Bu amaki, bu yaramasning adabini bering, terisini shilib oling uni. Ablah. Tezda tez cho'k. 10,000 marta ta'zim qil, yaxshilab ta'zim qil. Aks holda seni mayda bo'laklarga burdalab tashlayman, bilib qo'y. O'g'lim, yordaming kerak. Menga kuch ber. Ota, xavotirlanmang. Men hozir sizga kuchli quvvatni o'tkazaman. Onamni oldiga keling. Qani o'g'lim, quvvatni o'tkaza qol. Ota, quvvatni o'tkazish oddiy ish emas. Uni tayyorlash kerak. Tayyorlash? Unda tezroq bo'la qol. Ota, men allaqachon bor kuchimni sarflab bo'ldim. Bu ayolni ortiga yashirinib o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Jansui. Shumi sen tanlagan erkak? Qara, Jansui. Sen o'z tanloving bilan oilangni qay ahvolga solganingni ko'rib qo'y. Ustoz bu, menga yengilroq jazo bering iltimos. Dada, Yunsu. Yengilroq jazo? Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Qizing nikohsiz homilador bo'lib oilamizni sharmanda qildi. Men hali sizlar bilan hisob-kitob qilaman. Sen mendan shafqat kutyapsanmi? Qariya, men sizga aytgandim-ku, amakimni g'azabidan qochib qutula olmaysiz deb. Bu amaka, men bularni barchasini jazolashingizni xohlayman. Bunisini esa menga qoldiring. Uni mayda bo'laklarga bo'lib tashlayman. O'z qo'llarim bilan uni o'ldiraman. O'ldiraman seni. Xo'p, bo'ladi, xo'jayin. Bu yerda nimalar bo'layapti? Osmon va yer o'rtasida jang? Ota, men tayyorman. Sizga quvvatimni o'tkazaman. Yaqinroq keling.
xo'jayin, ajdar qilichi janub sari parvoz qilmoqda. Uning oxirgi manzili ehtimol Jian janubiy va Guanlin viloyatlaridan birida bo'lishi mumkin. Yaxshi, hammaga xabar bering. Biz janubga boramiz. Mabut ibodatxonasining asl ustozini qarshi olamiz. Biz tayyormiz. Biz tayyormiz. Bu amaki. Nimalar bo'lyapti? Uning tanasi ayni damda kuchli ilohiy quvvat olyapti. Bu albatta meni qo'rquvga solyapti, lekin menda yengish uchun biroz fursat bor. Bu yaxshi imkoniyat. Hozir o'zim boplayman. Kuchli zarba. Bu Ji himoyasi. Ota, meni tovuqli sho'rvamni unutmang. Bu safar juda ko'p quvvat sarfladim. Xavotirlanma kichkintoy, hammasini menga qo'yib ber. Hozirgina sen meni o'ldirmoqchimiding? Amaki. Sen haqiqatan Zunshimisan? Zunshi? Hali men bilan kuch sinashmoqchimisan, ha? Yo'q. Men sizni tanimabman. Iltimos, meni kechiring ustoz, ulug' ustoz. Amaki, siz Kichik kun. Endi sanoqni men boshlayman. Sen esa tiz cho'kib, meni yaqinlarimdan, qaynotam, qaynonamdan uzr so'raysan va 100 marta ta'zim qilasan. Aks holda 3, sen 2, men 1. sen meni o'ldira olmaysan. Bu tumorda teleportatsiya kuchi bor. U kimnidir chaqirmoqchi. Janshuan ustoz, uni o'ldiring. Hoziroq o'ldiring. Iltimos, meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Qanday katta jasorat! Bizni Jallar xonadonining yosh xo'jayiniga ziyon yetkazdingmi? Bu Jan oilasining 3-a'zosi, oqsoqollardan biri ustoz Janshuan Zunshi bo'ladi. Zunshi, O'g'lim, u juda qudratlimi? Qudratli emas. Agar uning jang qobiliyati 10 ming bo'lsa, sizning jang qobiliyatingiz 30 mingga teng. Demak, uni osongina yengishi mumkinmi? Haqiqatdan ham qo'rqish shart emas. Bemalol gapiravering. Oy, menga qara. Nima hammangizni jazolashimni xohlaysanmi? Qo'y, qariya, seni qo'lingdan hech nima kelmaydi. Ovora bo'lma. Chenyuan. Chenyuan, bu qanday behurmatlik? Bu Jan oilasining 3-avlod a'zosi, ustoz Janshuan Zunshi. Ha, unga hurmat bilan muomala qil. Ahmoq. Sen qanchalik kuchli bo'lmagan, qanchalik o'zingni mag'rur tutmagan, hech qachon ustozning darajasiga yeta olmaysan. Uni qanday kuchga ega ekanligini bilasanmi o'zi? Ustozni bir chaqaga olmayapsanmi? Uni kuchini bilmaysan, ahmoq kalta fahm. To'g'ri, Zunshiylarning ham o'zaro kuchi bor. Ko'p holda yoshligiga qarab yangi Zunshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Xohlasang ham sen Janshuan Zunshiga qarshi tura olmaysan. Yo'q, keling sinab ko'ramiz. Sen yaxshi, juda yaxshi. Ustoz Janshuan, iltimos bu odamni jazolang. Bugun senga dars berib qo'yishim kerak. Hozir takabburlikning narxi qancha ekanligini ko'rib qo'y.